Xullas kalom, sayohatimizni Germaniyadan boshlab mana hozir Polshaga keldik. Endi Polshadan Litvaga, Litvadan Latviyaga, Latviyadan yo Dubayga, yo Turkiyaga. Aytaman keyin qaqaligi. Hozir aytsam qiziq qolmaydi. Mana bu singlim rosa qiynaldi lekin. Gavdasi ham gavdali ekan. Chunki avtobusning hojatxonasi juda ham kichkinada. Mana qarang eshikni. Sig'asimi shu yoqqa? Ha, bekitib qo'yibdi. Bu yoqqa sig'maysiz. Bu ikki etajlik avtobus. Tepa. Tepadan ko'ra past yaxshi ekan. Tepani havosi buzuq ekan. Mana bu sino rosa qiynaldi lekin yo'lma-yo'l yurib. Qanchalar ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu yerda ham bizga o'xshagan o'zbeklar bor ekan. Bu mana o'zingiz bilan oladigan gaz plita. Bu yerda balonlari bor ekan, har xil bor gaz plitalarda. Chexollar, pardalar, har xil narsalar, rul. Mana Qobiljonning do'stiga sherik Karl. Bularda hali ham archa turibdi-ku, archani olib tashamabmi? Bizda yoz keldi, yoz. Mickey Mouse. Yashil zona. Orqada uyda qarang. Yo gostinsa bo'lsa kerak bu. Boshlar qarang, ko'zi o'ynab turishini. Bular hammasi bizni kasbdoshlar. Dam olishyapti. Ana bu sariq avtobus biz avtobuschamiz. Lekin qaytib avtobusda yurmayman. Bo'lmas ekan. O, mana qaranglar. Domna kalyosoq. Men shunaqa uyda yashayman deyapti. Mashinani ko'taga ulab olib yuraman. Lekin yaxshi narsa. O'zining orqasida akkumulyatori bor, tepasida quyosh paneli bor. Svet beradi. Qo'shimcha отопленияsi bor. Xohlasangiz gazoviy отопление, xohlasangiz elektrическое отопление. Endi men qaytib bilet olmayman. Sababi bir sutka o'tirib ketishda o'zi bo'lmas ekan. Men katta xato qildim, adashdim avtobusga bilet olib. Samolyotda ketishim kerak edi. Bir avtobusni ham ko'rdim menda. Xullas kalom, shunaqa yangiliklar. Sayohatni davom etkazamiz.